Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Mana o'tgan videomizda aytganimizdek bodringlarimiz holati. Mana zang tushib, xastalanib shuncha holat kelib qolgan. Hali ham ustidagi narxlari sal rivojlanish bor. Pirikor, Vertimik degan dorilarni sepdik bunga. Profilaktik uchun lekin bayağı foyda qilmadi. Ustiga loyqa sepdik. Har xil oziqalar, har xil vitaminlar. Endi aprel mayda boshlarida bo'lgan yog'ingarchilik, issiq havo, har xil havo o'zgarishlarida bodringlarimiz shunaqa kasallanib ketdi. Ya Allohdan endi. Hosil ham shunga yarasha. Yarmi shunaqa ahvolda. Yarmi mana bunaqa. Endi nima qilamiz? Ya Xudodan mehnat qildik, sababni qildik. Bu bodringda kasallik juda ko'p tushar ekan, bilmasam yaxshi ko'raman. Pomidordan ham ko'ra. Lekin to'g'ri erta chiqishi ehtimoli katta. Pomidor endi qizarish boshladi, bodring chiqqaniga ancha bo'ldi. Ancha hosil chashadi, issiq havo, kasalliklar chashatib qo'ydi. Bizlarda tomchilatib sug'orish yo'q, biz ariqdan suv ichadi. Ya'ni ariq degani artizandan, yerosti suvidan sug'oriladi issiqxonalarimiz. Lekin uzluksiz oziqa beriladi. Suv tashab, masalan, bir suvni o'zini keyingi suvga oziqa, bir suvni o'zini keyingi suvga oziqa shunaqa almashtirilib sug'oriladi. Endi terimda bodringda har terimda sug'oriladi. Bizlarda hozir 2026-yil 22-may sanasi Samarqand Paxtachi tumani. Pastki hosillarimiz deyarli yo'q ustida. Shuni bildim, bodringda kasallanish juda ko'p bo'lar ekan. Bilmasam immunitetimi yo qarovi shuncha nozikmi. Pomidorning hosili kech tayyor bo'ladi. Bodringdiki erta. Bodring meni bilishim bo'yicha yerga ekilgandan keyin 40 kundan keyin hosili kiradi deb eshitganman. Pomidorlarki yerga ekilgandan 120 kunda hosili pishadi deb eshitganman. Yana bilmadim, endi ilmimiz yetguncha bilganimni aytyapman. Eshitganimni. Lekin bodringdan ancha qiynaldik, to'g'risi. Uni dorilashib, tinimsiz dorlash kerak ekan. Nasib etsa kelasi videolarimizda bodringdan avval bu yerga risk ekkanmiz. Shularni batafsil qancha ekkanman, yine 8, uzunasi 30 metrlik issiqxonaga, ya'ni tashqi 240 kvadrat yerga qancha risk ekilgan, qancha daromad ko'rilgan, qanchadan sotilgan, shularni batafsil tushuntirib beraman. Oyning qaysi kunlarida ekkan ma'qul, shular haqida ma'lumot berishni niyat qildim. Kuzatib boring, obuna bo'ling.